Arsenal chempion bo'lganidan keyin Angliyada hakamlar uyushmasi katta majlis o'tkazishdi. Bu majlisdan lavhalarni siz aziz tomoshabinlarga ham ulashish uchun o'z muxbirimizni jo'natib yubordik. Quyida siz ushbu majlisdan lavhalarni tomosha qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha, video yozib olinish jarayonida katta xatoliklar yuzaga kelganligi sababli ovoz yozilmay qolgan. Shuning uchun biz o'zimiz dublyaj qilgan holatda sizlarga namoyish qildik. Keltirilgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Joylashib olinglar bemalol. Assalomu alaykum. Hamma studiyaga keldi deb o'ylayman. Mana bu yilgi mavsumdagi statistikalarimiz chiqarib qo'yilibdi. O'tgan yildan farqli o'laroq chiroyli ishlabsizlar. Bu aynan mana shu narsa to'g'risida yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, statistikamizda qizil chiroqlar yonib turibdi. Bu juda ham yomon. Mana mavsumni yakunlab oldik. Bu mavsumdagi ishlaringizdan umuman ko'nglim to'lmadi. Men yaxshi ko'rgan inson Pep janoblari mendan juda ham xafa bo'lib ketdilar. Mavsum boshida sizlar bilan juda ko'p narsalarni gaplashgan edik. Lekin bu rejalarimiz umuman amalga oshmadi. Bu yilgi statistika, o'yinlar va turnir jadvalida City chempion bo'lish kerak edi. Sizlar Arsenalni chempion qildinglar. So'nggi turlarda ishlagan Cityga qarshi o'yinlarda yomon harakat qilgan hakamlar jazolantiriladi. Ayniqsa Bournemouthga qarshi o'yinda ikkinchi golni urib olish uchun Cityga imkoniyat bermadinglar. Nima bu? Nima degan gap bu? Mavsum davomida Cityni o'yinida Cityga qarshi ishlagan va neytral boshqargan hakamlarga ham keyingi mavsumda choralar ko'riladi. Shaxsan o'zimga arab shayxlari telefon qilib, meni sha'nimga to'g'ri kelmaydigan gaplarni aytishdi. Bunaqa gaplarni men o'zim otamdan ham eshitmaganman. Sizlar sallanadi deb shu gaplarni eshitdimman. Buni alamini ming karra qilib salladan chiqarib olaman men. Arsenal bilan kontakt tuzgan hakamlarni ham qidirishni boshladik. Ularni aniqlashimiz bilan albatta qattiq choralar ko'riladi. Statistikalarga qaranglar. Bu statistikalarning ahvolini qaranglar. Qizarib yotibdi. Angliya futbol federatsiyasi, hakamlar uyushmasi, FA, UEFA hamma yoqdan menga telefonlar bo'lyapti. Arsenalni nimaga chempion qildinglar deb. Bu sharmandagarchilikni men ko'tara olmayman. Mana shu tashkilotni boshi ekanman, Cityga qarshi ishlagan bu mavsum va undan oldingi mavsumlarda qarshi ishlagan butun hakamlarga qarshi ish boshlanadi, ish ochiladi. Hatto ularni qamash darajasiga olib boriladi. Hozirgi majlisimizni yopiq deb e'lon qilaman. Keyingi majlisimizda shu aytib o'tgan ishlar bo'yicha albatta tahlil qilinib, aybdorlar qat'iy suratda jazoga mahkum qilinadi.